işim yok, kızmazsın zora. Bizi boyun koyunan, özümüzün koyunan, koyunan, yüzüme koyunan, yegana bu karanlık joydagi. Oshxona emas joyim yuragingda, harakatdamayam bo'lagingdan, yuradigan emasman yo'lagingdan. Bugungi podkastimiz Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Indoneziya davlatlaridan vakillar, iqtisodiy vakillar sifatida sig'im bo'ladi. Shular ishtirokida bo'lib o'tadi. Xo'p, AQShdan vakil sifatida Hamid Usrov, Indoneziyadan Teshaboyev Asadbek, Kanadadan javob. Xo'p, bugungi podkastimizning mavzusi asosan so'nggi yillarda o'sha Donald Tramp prezidentlikka ikkinchi saylangandan so'ng ko'ryapmiz, dunyo iqtisodiy bir tizimini desak ham bo'ladi. Boshqatdan qurayotgandek yoki bir odam to'ntarib tashlaganga o'xshayapti. Shu sababdan AQSh joriy qilayotgan bojlar, iqtisodiy bojlar yoki boshqa sanksiyalar, iqtisodiy sanksiyalar bo'yicha suhbat qilsak, qarshi bo'lmasalarga agar asosan demak AQShga yo'naltiriladi misolda. AQShga yo'naltiriladi, chunki baribir dunyoni ko'plab rivojlangan davlatlari istaydimi yo'qmi, baribir AQSh orqali hisob kitob qilishga to'g'ri keladi. Endi qanaqa ma'noda? Endi AQSh yomon ma'noda emas, o'sha iqtisodiyotni nazorat ostiga olish uchun ham qilayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bugun Asosiy muhokamada AQShda o'sha ikki davlat, Indoneziya va Kanada AQSh bilan bo'lgan munosabat, iqtisodiy munosabatlarni oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Oxirgi yillarda. So'nggi aytaylik, Donald Tramp birinchi marta prezidentlikka kelganda shunaqa deyarli shundan boshlagan desak ham bo'ladi, lekin Endi birinchi prezidentlikka saylanganda unchalik katta bir iqtisodiy qandaydir bojlar yoki to'lovlar bilan ajralib turmagan, asosan shu ikkinchi saylangandan keyin. o'zi ikkinchi saylangani faqat iqtisodiy emas, hamma jihatdan boshqacha o'zini ko'rsatishlar, shaxmatdagi otilishlar boshqacha nima qilyapti. Shu o'zini boshqacha sohalarda ko'rsatib, turli-tuman. Shunga keling, bittasidan boshlaylik. Suhrobdan bittadan so'raylik. Indoneziya bilan Kanada uchun masalan bitta umumiy savol bor. AQShda o'zi iqtisodiy manfaat maqsadi nima o'zi? Masalan, bilamiz AQSh iqtisodiy jihatdan birinchi o'rinda davlat. Lekin boshqa davlatlarga iqtisodiy sanksiyalar qo'llash, unaqa nima deydi, katta foyda keltirmaydi. Nima o'zi iqtisodiy manfaat maqsadi nima deb o'ylaysiz? Meni fikrimcha, Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodiy bojlar orqali davlatdagi ta'siri bosimi bu siyosiy manfaatlarga borib taqaladi. Iqtisodiy richaydi Amerika Qo'shma Shtatlari, chunki jahon moliya tizimi SWIFT ishlaydi ko'pchilik. Bundan tashqari shu jahon savdo yo'llari, umuman katta eksport va import qiluvchi davlat Amerika Qo'shma Shtatlari va u qo'yiladigan bojlar, u iqtisodga kichik bir ta'sir qilsa ham, o'zgarish qilsa ham o'zini iqtisodiyotga butun dunyoga ta'sir qila olishini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi hukumat, bu yerdagi prezidentlar ham biladi. Va bu siyosatchilarga xos xarakter bor Amerika Qo'shma Shtatlarining hukumati. Bu iqtisodiy bojlar fonida o'zining siyosiy maqsadlariga erishyapti. Misol uchun yerni masalan oxirgi jarayonlarni gapiradigan bo'lsak, Grenlandiya. Aynan Grenlandiya masalasi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan turmagan davlatlarga asosiy e'tibor qaratilyapti va shularga asosiy savdo bojlari shunga o'xshagan o'ziga xos iqtisodiy bosim amalga oshirib, o'z manfaatini, o'z maqsadini olib ketmoqchi shu yerdan. Shu asosiy menimcha. Misol Xitoy misolida ko'rishimiz mumkin. O'sha so'nggi iqtisodiy yirik bojlarda yoki o'sha so'nggi kunlardagi Yevropa Ittifoq vakillari, hattoki o'sha eng yaqin hamkorlari ukasi desak ham bo'ladi, Buyuk Britaniya yoki Fransiya Germaniyaga nisbatan ham turli xil soliqlar joriy qilinishi yoki bojlar joriy qilinishi Amerika tomonidan shu davlatlarda iqtisodiga qandaydir putur yetkazish maqsadidami yoki dunyoviy xalqaro munosabatlar miqyosida bularni qandaydir sindirishmi yoki o'sha siz aytgandek bu bojlar orqasida qandaydir siyosiy o'yinlar bormi? Maqsad
baribir o'ylayman u davlatlarda u 25%, 30% boji bilan baribir iqtisodimiz yo'q boyib ketmayapti, eskirib yoki AQSh bilan 100%ga 100% bog'lanib qolgan deb aytib bo'lmaydi-da. Qanday o'yinlar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz orqasida? Menimcha aniq narsa bor. O'zi siyosatda oxirgi 5 yilda shunaqa jarayonlar juda ham tez rivojlanib ketyapti. Masalan, urushlar bu iqtisodiy va siyosiy jarayonlarga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Xususan, hozirgi siyosiy masalalar Rossiya-Ukraina urushiga borib taqaladi. O'sha Rossiya-Ukraina urushi fonida Yevropa Amerikani aslida kim ekanligi, aslida qanaqa siyosiy kuch ekanligini ko'proq his qildi, menimcha. Yana aytishimiz mumkin, hozirgi Amerikan bu siyosati aynan shaxsga bog'liq. Shu bo'yicha tanqid qilish kerak. Ya'ni Tramp shaxsiyati, bu Tramp bu yerda asosiy figurada. Yana Amerikaning o'zining siyosati hali shu paytgacha shakllangan tizim bilan Trampning haligi qarashlari, fikrlari to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, bu tizim Amerika o'zi tarixdan qarasak ham moliyachi iqtisodchilar doim manfaat ko'zlab chiqaradi. Lekin Tramp bunchalik darajada o'zgartirib yuborishini hattoki menimcha Amerikaning o'zining siyosatchilari ham shu olimlar kutmagan edi. Va menimcha asosiy urg'u bu yerda Tramp shaxsiyatiga va u yo'l qo'yayotgan shu bojlar boshqalar aynan tahlil qiladigan bo'lsak, shu Tramp tahlil qilish kerak. Uni keyingi kelgusidagi harakatlari ham aynan shuni xarakteri bilan bog'liqda. Bu moliyachi iqtisodchilar va doim manfaat ko'zlaydi. U siyosiy o'yinlar yoki uzoq muddatli taktik yurishlar amalga strategik yurishlar amalga oshirmaydi. Faqat taktik yutishni amalga oshiryapti hozir menimcha. Va aynan prezidentliklarni qilib ketishni ko'zlayapti. Chunki uni ham yoshi ancha qarib qoldi va undan keyin prezident bo'ladimi yoki yo'q. Bu qiyin ishlardan keyin Amerikaliklar o'zi ham Trampni tan oladimi yoki yo'q, bu hali noma'lum. Va reaksiya kutilyapti hozir Amerikaning o'zida ham. Tramp keyingi saylovlarda masalan qanaqa natija oladi, hokimiyatga qola oladimi yoki yo'q, shu masalalar. Unda bitta natija ketaylik, o'sha keyingi savolga o'tishamiz. Kamera olyaptimi, olyaptimi? Bitta ko'rib qo'yingizmi? Qarajon olyapti aytadi. So'rang. hozir shuncha gap qilyapti-ku, boshi. Bosimni olib ketamiz. Ya olyapti cho'chqa. Kelavering. Xo'p. Orqa ham bashi ertak ham. Qarang, yana bitta savol o'ting. Fikr bor. Fikr bor. Menda o'sha deputatda shaxs qilayotgan siyosatda siyosiy manfaatlar uchun iqtisodiy sanksiyalar qo'llash boshladi deyapti. Endi men o'zim tanlaganda bor. Indoneziya bu siyosatlardan keyin qanaqa fikr keladigan, qanaqa aytib o'tkazaman, fikr aytib o'tkazaman. O'sha Yevropaning 8 juda katta boj sanksiya qo'ydi. AQSh Grenlandiyaga bo'lgan misoldan keyin. Bilamiz, Indoneziyaning eng katta iqtisodiy hamkori AQSh o'zi. Rivojlanib ketishda AQSh juda katta yordam bergan. Texnologik jihatdan ham, o'sha AI jihatdan ham, o'sha artificial intelligence jihatdan ham hamma tomondan AQSh yordam oldi. Lekin o'sha Indoneziya o'sha bo'layotgan siyosatlardan keyin AQShga nisbatan ishonch tushyapti. Ya'ni AQSh bizdan katta bo'lgan, Indoneziyadan katta bo'lgan qolgan 8 ta dunyo yirik davlatlariga sanksiya qo'llay olyaptimi? Demak, bizga ham qo'llay olaydi degan hammada fikr bo'lyapti siyosatchilarda ham. Shuning uchun Indoneziya o'zi Xitoy bilan aloqasi yo'q emas, aloqasi yaxshi. Buni oldingidan o'sha aytaylik, kuchli oldingidan yaxshi harakat qilyapti. Chunki Xitoy bilan nima uchun AQSh siyosatini ko'rib, AQShga ishonch juda ham tushib ketish boshladi. Shuning uchun agar AQSh bilan hamkorlik yo'qotsa Indoneziya to'g'ri tugadigan bo'lsa va Xitoy bilan aloqani yaxshilamasa, Indoneziya hozir rivojlanayotgan jihatda tushib ketib qolishi mumkin. Chunki Indoneziya va Janubiy Sharq Osiyodagi eng katta mamlakat, uni qo'llab turgan Xitoy bor. Undan katta davlat yo'q hozircha Indoneziyaga podдержка qiladigan, yordam beradigan davlat yo'q deb o'ylayman. Shu siyosatdan keyin. Endi menda fikr savol. Xo'p, Xitoy haqida gapiryapti, misol yoki Yevropa davlatlari. Va hudud jihatdan, geosiyosiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, baribir orasidagi masofa yiroq. Va iqtisodiy jihatdan qandaydir bog'lanliklari bo'lsa ham, baribir masofa uzoq. Lekin meni hayron qolgan jihati, o'zimni hayron qolgan jihati misol
Amerika o'sha Donald Tramp birinchi prezidentlikka saylanganda yon qo'shnisi necha yuz, necha ming yillik qadrdon desak ham bo'ladi. Meksika bilan o'sha chegarada devor qurilishi yoki o'sha ikkinchi saylangandan keyin o'sha Shimoliy Amerika savdo ittifoqi bor, bilasizlar, nafta. O'sha naftani qoralab chiqishi yoki o'sha yon qo'shnisi Kanadaga nisbatan juda yirik bojlarda yoki shunaqa sanksiya deb bo'lmaydi, soliq yoki boshqa bojlarda joriy qilinishi ham ajoyib holat. Ya'ni baribir qaysi davlat rivojlanishni xohlasa, rivojlanayotgan davlat baribir birinchi o'rinda atrofidagi davlatlar bilan hamkorligini yaxshi qilib, shular orqali keyin sekin tarqaydi. To'g'rimi? Endi bu jihatdan qaraydigan bo'lsak, Amerika rivojlanib bo'lgandan keyin shunaqa yonidagi qo'shnilardan voz kechyaptimi yoki buni ham qandaydir siyosiy o'yinmi, qandaydir ulardan bir bosh ustunligini ko'rsatib qo'yishmi? Menimcha o'zi oldin bilsangiz, demak 15-20 yil oldin deylik. 15-20 yil oldin deganda dunyoda faqat Amerika number 1 degan tushuncha bo'lgan. Ya'ni unga tenglash oladigan Rossiya bor edi, SSR bor edi 80-91-yilgacha. Tarqab ketgandan keyin AQSh o'zi bo'lib qoldi, ya'ni dunyo siyosat imperiyasi bo'lib qoldi. AQSh bu paytda masalan Liviyani bosdi, Iroqda o'yinlar qildi, juda ko'p ishlarni amalga oshirib oldi, o'zining maqsadini amalga oshirib oldi. Qanday foydalanib o'sha Xitoy o'g'ligidan, Rossiya o'g'ligidan foydalana oldi o'sha paytda. Nu hozir umuman boshqacha siyosat, ya'ni Rossiya juda katta kuchga ega, ittifoqchilar ham ko'p. Xitoy deyarli iqtisodiy tanqishga yetib oldi, juda ham yaqin keldi. 20 yil bilan solishtirib juda ham katta farq. Endi AQSh sezyapti, raqobatchilar hozir juda ham ko'p. Masalan, o'sha Sharqdagi Eronlar ham oldin unaqa kuchli bo'lmagan, lekin hozir harbiy jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham ancha o'syapti. Ya'ni nima demoqchimanki, AQSh bu ishlarni qilishning sababi endi o'sha raqiblarni balki nima deydi, raqiblariga belgi berishda balki biz shunaqa hududatimizki, bilganimizni qila olmaymiz yoki biz xohlagan siyosat hukm surish kerak dunyoda degan gapni ham balkim belgi berishi ham mumkin. Chunki shunaqa narsalar bor. Endi tushunmayman, Amerika Qo'shma Shtatlari Space'dan Amerika shu davlat xalqaro siyosatda borligidan beri strategiyalar bor. 4 asosiy strategiyasi bor. Birinchidan u harbiy xavfsizlik nuqtai nazaridan xalqaro musobaqalarda asosiy aktiv ishtirokchi bo'lib qaraydi. Ikkinchidan o'zini o'sha demokratik pozitsiyasini doim bildiradi. O'sha demokratik yordam, demokratik olib kirish bahonasida qolgan davlatlarga o'zini ta'sirini o'tkazishga kirib borishga harakat qiladi. Keyin ijtimoiy masalalarda ham asosan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari kirib boradi qolgan davlatlarga va madaniy jihatdan ham ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ega va Amerika Qo'shma Shtatlari bugungi kundagi xalqaro siyosatdagi asosiy maqsadi menimcha to'g'ri aytasiz, mana Rossiya ham Xitoy ham kuchaydi, lekin Rossiya va Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlaridagi iqtisodiy farovonlikka erisha olgani yo'q. Iqtisodiy farovonlik baribir Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ham to'g'ri. Masalan, Xitoy yopish mahsulot bo'yicha ikkinchi o'rinda turgan bo'lsa, 21 milliard 21 trillion yopish mahsulot bo'ladi masalan. Lekin AQSh 24 yoki 25 milliard trillion. Masalan, hali trillion ketmadi. Qanchadir milliard, 7 milliard atrofida bo'lishi kerak. Endi baribir o'sha aholi jonboshiga daromad degan narsa bor-da. Bu Xitoyning 1 milliard aholisiga bu trillion bo'lib borsa, o'rtacha baribir daromad nimaga kelib tushadi. Rossiyada ham xuddi shunaqa desa bo'ladi. Endi Rossiyani ham yopish mahsulotlar adashmasam 4-5 trillion atrofida edi, oxirgi statistikalarda. Rossiyada ham hozirgi tendensiya aholi kamayib ketishdi, chunki u yoqda ham aholi urushdan charchayapti va tark etyapti. Va menimcha ham Rossiya Ukraina urushini cho'zib ketganligining asosiy sababi Rossiyani harbiy texnikadan ishlatadigan yoki umuman urushga boradigan odam kamayib ketayotganligida. Va shu nuqtai nazardan Rossiya xavfsiraydi aholisini. Shundan kelib chiqadi, masalan, urush haligacha davom etyapti desak bo'ladi. Va Amerikaning asosiy maqsadi bugungi kunda shu tartibsizlikdan o'z manfaat
manfaatlarni olib chiqib ketish, o'z manfaatlarini yana ham ustun qo'yish. Chunki bu tartibsizlik biz birinchi jahon urushida, ikkinchi jahon urushida ham deyarli xuddi shunga o'xshash tartibsizlik bo'lganda. Va undan yaxshi foydalangan. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarini xarakteri, bu yerga prezident bo'lib keladigan shaxslarning o'zining xarakterida, menimcha. Bu foydalanib ketaveradi. Qonga singan deysiz. Qonga singib ketgan, tarix ham shakllangan. ota merosiga. Bu shunaqa deysak bo'ladi. Menimcha hozir shu paytdan foydalanyapti. Chunki hozir xalqaro huquq, xalqaro tartib inqirozida, Bemetin o'zi ham inqirozida. Shu holatdan Amerika Qo'shma Shtatlari aynan hozir foydalanib, hozir tartibni o'zi uchun yaratish maqsadida. Hozir masalan hujjatga imzo cheksa, erta 100 yildan keyin masalan Yevropa Grenlandiya mana keldi deb qarshilik ko'rsatsa, shu hujjat kelib ko'rsata olish oladi. Lekin nima deydi, bir plastomaniya bor, ya'ni iqtisod haqida gaplashyapmiz-ku. Masalan, Indoneziyani rivojlanib ketishda AQSh juda ham katta rol o'ynagan. Baribir masalan, hozir Indoneziyada masalan o'sha ASEANdagi eng yirik va nima deydi, iqtisodi katta bo'lgan davlat hozir. Eng to'pi. Top birinchi o'rinda turadi. Kanada ham shunaqa. Misol uchun Kanada AQShga eng yaqin qo'shnisi va bitta ko'proq ingliz tiliga mansub holatda. Ya'ni Meksika bilan AQSh sal farqlash mumkin, boshqa davlatlar. Lekin Kanada bilan AQSh deyarli bitta davlat desa ham bo'ladi. Chunki deyarli chegara ham anaqa qurilmagan yoki ko'rganingiz bo'ladi. Endi boshqa sohalarda endi iqtisodda sal chetlashadigan bo'lsa, misol san'atga ham oladigan bo'lsa, san'at ham deyarli bir tahsil yo'q. Tahsil video olyapti. Yana kirasiz. Video olyapti. Video olyapmiz 3-etajda. Bitta xonada o'sha studiyani ro'parasida. Bo'pti, videoni bo'lyapsiz, kelib bo'pti debdi. Pishirlayapti. Xullas, Nima dedik? iqtisoddan boshqa jihatdan misol san'atda ko'p sizdan kuzatasiz, san'at Amerika san'ati bo'lsa, mashhur taniqli shu san'atkorlar ko'p Kanadada. Lekin Amerikada o'zini faoliyati yo'q. Bundan tashqari, misol sportga o'zim qiziqaman. Ko'plab sport turlari ham Amerika va Kanada o'rtasida jamoalar umumiy ligalarga birlashgan. Shunday Meksika yo'q. Meksika yo'q. Misol uchun O'zbekiston bilan Qirg'iziston misol futbol ligalari alohida bo'lsa, Amerikada Amerika bilan Kanada ligalari umumiy birlashgan holatda o'ynaydi. MLS, NBA deymizmi yoki NFL hammasida Kanada Amerika munosabatlari to'qnash keladi. Lekin iqtisodiy sohada bilmayman. AQSh Kanada masalasida shu Meksika nafta tashkiloti bor. Shu qanaqa o'rin tutadi shu? Endi tuzilgan payti 90-yillar boshi, adashmasam 94-yil shunaqa. Baribir bu tashkilot shu Amerika Qo'shma Shtatlari tashabbusi bilan tuzilgan, baribir shu jihatdan qisman Amerika manfaatlari ko'zlagan, lekin borib 10 yil, 20 yil o'tgandan keyin o'zini to'laqonli oqlashni to'xtatib qo'ydi. Qanday misol Amerikaga baribir tashkilotlar bilamiz, tashkilotlar birlashgan davlatlar o'zaro soliq narxlaridan, bojlardan ozod bo'lish kerak yoki soliq stavkalari kamaytirilgan holatda o'zaro hamkorlik qilish. Shu jihatdan misol Amerikaga nisbatan daromad deymizmi yoki bir manfaat ozroq tuyulgan, ozroq kelgan. Shu jihatdan o'sha Donald Tramp naftani kerakli tashkilot sifatida yoki o'sha Kanada vazirini munosabatlarga loyiq bo'lmagan inson sifatida ta'riflab o'tgan. Shu Tramp Justin Trudeau'ni shu jihatdan aytishimiz mumkin. Endi baribir bir kishini fikriga qarab xulosa chiqarish qiyin, lekin u shaxs Donald Tramp bo'lsa, xulosa chiqarsa bo'ladi. Baribir Donald Tramp gapirdi degani hozir holatda AQSh gapirdi degani. AQSh ham
degani emas. degani emas, lekin dunyo siyosatida Donald Tramp degan so'z o'zida ham baribir Subyektni o'zi ham ancha ta'siri bor. katta ta'siri bor. Masalan, nima deydi? Qirg'iziston prezidenti nimadir siyosat yurmoqchi bo'lsa, ta'siri kamroq bo'lishi mumkin, lekin Donald Tramp, Putin kabi o'sha nima deydi, yirik davlatlar rahbarlarining siyosati o'zi xohlab yoki umuman davlatdan qat'iy kelib chiqmas. O'zi xohlab qilgan maqsadlari, sabablari, ishlari ham katta ta'sir qilishi mumkin, katta minuslar bo'lishi mumkin. Shu naqada endi hazilomuz aytib ketdik. Trampni xarakterini deymiz, harakatlarini Boris Jonson sochtirmaga o'xshatadi. Tartibsiz. Bilasizlar, Jonson sochtirmaga tartibsiz juda. Buni ham harakatlar o'ylayman, o'zi ham o'sha misol shu gapiradigan gapi yoki qilib turgan harakatlari o'sha o'zini yurishlari davomida paydo bo'lib qoladimi yoki oldin o'ylanmagan. Tasodifiy. Hech kim kutmaydi. Kutmaydi. Tipikal inson emas baribir. Tizimdan chiqadi. Shunaqa insonlar u. Misol kechagina ham gapi chiqdi, bir gap aytdi. Endi menga Nobel mukofotini bermadilar. Endi men tinchlikka aralashmayman. O'zlaring hal qilinglar degan nota shunday gap yubordi. Endi Daniyaga yubordi shuni lekin boshqa davlatlar ko'ryapmiz, shu o'zini olgan tinchlik Nobel mukofotlarini Trampga. Masalan, o'sha aynan Donald Tramp davrida AQSh degan nomdan ko'ra Tramp degan shaxsiy identiklik yuqoriroq olib ketgan. Masalan, Barack Obama davrida yoki undan keyin Donald Tramp bo'ldi, undan keyin undan oldingisi kim edi? Bush. Yo'q, Tramp oldin, hozirgi Tramp oldin. Joe Biden qaytdi ham. Biden degan so'z AQShdan kuchli bo'lmadi, lekin Trampni ikkinchi marta bo'lganligi, o'zi birinchisidan juda sho'sh bo'lib ketgan, tadbirkor bo'ldi, boshqa bo'ldi. No ikkinchisida bo'lgani uni shaxs sifatida AQShni ustun qo'yib qo'ydi. Ya'ni mediada ham, xalq tilida ham, omma tilida ham, dunyo tilida ham Tramp degan so'z ko'proq ishlatildi. Masalan, urushlar bo'lsa ham Tramp sababchi deydi, AQSh emas, Tramp sababchi deydi yoki xuddi hozir masalan 3-jahon urushi bo'lish ehtimoli bo'lib qolsa, AQSh boshlab qo'ysa, Tramp boshlandi degan, Tramp boshladi degan gaplarni qolib ketadi. Qolib ketishi mumkin agar Xudo xohlasa. Tramp Hitler bo'lmasa kerak, 3-jahon urushini xohlayapti. Endi misol uchun inson ehtiyojlar bo'ladi. Masalan, siz mashina olmoqchi bo'lasiz, mashinangizdan keyin boshqa istaklar paydo bo'lish boshlaydi. Misol uchun Donald Tramp juda ham boy inson, balki bitta istagi qolgandi. Bo'lish mumkin. Misol uchun endi iqtisodiy jihatdan shu Janubiy Sharq Osiyo mamlakatlari deyarli egallab bo'lgan. Rasmiy emas, norasmiy, de facto egallab bo'lgan. Chunki ipli shunaqa bog'langan. Endi kelajak bo'lishi hech kim bilmaydi. Keyin kelajagiga ko'pchilik masalan endi siyosatga ko'p arash ayniqsa markaziy siyosatda hozir shunaqa tendensiya ketyapti. Rossiyada oxirgi o'yinlarda oxirgi yillarda deydi. Propaganda kuchayib ketdi bizga nisbatan shu duellar chiqishi sababli ham chiqishi. O'zim mana shu propaganda avjiga chiqqan payt Rossiya tomonidan bizga nisbatan bosim, shu media bosim deylik, hali Rossiyaning rasmiylari bunaqa bosim qilgani yo'q. Va signal sifatida qabul qilamiz biz. Va shu bosim Rossiyaning shunaqa bir bizga bosim kelib turgan paytda Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini har xil o'sha dasturlari, tinchlik dasturlari bizni shu tortishga harakat qilayotganligi nimani anglatadi sizlarga? Hozir Markaziy Osiyo shunaqa bir holatda turibdiki, Rossiya ham, Amerika Qo'shma Shtatlari ham bir xil Amerika Qo'shma Shtatlari vaziyatni his qilyapti, o'ziga tortishga harakat qilyapti. Iqtisodiy kirib borish bo'lishi mumkin yoki jahon savdo tashkilotiga kirgandan keyin O'zbekiston davlati bu yana kuchayadi, ya'ni Amerikaga tortilish kuchayadi, Amerikaning bizga nisbatan shu takliflari kuchayishi mumkin. Rossiya bu sharoitda bunaqa bosim qilib turgan holatda aholimiz avvalambor Rossiyadan bezaydi va Amerikaga nisbatan intilish ko'proq kuchayadi va bu yerda Xitoyning roli bor. Endi kechagi
holatdan ham ko'rishimiz mumkin, ya'ni o'sha Shavkat Mirziyoyevni Shveysariyaga uchib ketishi, ya'ni G'azo bo'yicha tinchlik qanaqadir forumi, kongressi tutyapti-yu, Donald Tramp. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlarini chaqirgan desam, Qosimjon To'qayevni chaqirgan. Ya'ni shu siz aytgandek, bu ham shu Rossiyani ta'siridan chiqargan holatda Markaziy Osiyo davlatlarini qisman tortish yo'lida bu ham endi. Aynan Siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan tortish ham qaysi paytda bo'lyapti? Aynan Rossiyada bizga bosim kuchaygan payt ular ham xuddi shu proyektlarni, dasturlarni bizga yo'naltiryapti. Ular bilsa kerak, o'tgan yillarda boshqalarni gapini ko'rib turgan bo'lsa kerak siyosatchilar. AQShda bitta qanaqa achiganda, otning bo'lib ikking bayrami deganday, Xuddi shunday harakat qilishyapti. Biladi. Uni o'zi O'zbekiston bilan ketib gaplashamiz deyolmaydi. Baribir siyosatni kuzatib turishadi ular. Tepadan ishlayapti. Xullas, endi iqtisodiy jihatda ikkita davlatni shaxsiy munosabatlarni o'rgandik. Baribir tagida ko'rdik, nima deydi, manfaat yotishi aniq. Xo'p, nima xulosa qilib aytsak ham bo'ladi, ikkita gaplarimiz bor. Men aytadigan bo'lsam, keyingi 5 yillarga Indoneziyani AQSh bilan bo'lgan munosabatni aytadigan bo'lsam, menimcha Indoneziyaga yaqinlashib majbur bo'ladi. Nima deydigan bo'lsak, Indoneziya shunaqa davlatki, yo AQShdan yoki Xitoydan voz kecha olmaydi. Misol uchun Xitoy AQShdan voz kechishi mumkin. Biz o'zimiz rivojlana olamiz deb. Lekin Indoneziya qilib emas. Menimcha xuddiki O'zbekiston yuritayotgan siyosat, ya'ni tinchlik, ko'p vektorli tashkil yuritish kerak. Chunki o'zi Indoneziya dunyodagi eng tinch mamlakatlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Bilsanglar, juda ham 90-yillardan hozirgi kungacha birinchi o'ringa tushgan hali. Shuning uchun ular baribir o'zini har bitta davlatda nima deydi, siyosatda va iqtisodda qo'ygan nima deydi, maqsad bo'ladi. Ular maqsadi shu tinchlik yo'l orqali iqtisodini maksimal rivojlantirish, dunyodan rivojlantirish va AQSh va Xitoy orqali voz kechmagan holda rivojlantirish deb o'ylayman iqtisodni. Voz kechmagan holda va bu davom etadi. Chunki misol uchun AQSh Indoneziyaga bosib kirmaydi hech qachon. Egara olmaydi, chunki Indoneziyada unaqa katta resurs yo'q va juda ham kichkina davlat. AQSh nima qilishi mumkin? Indoneziyani ta'siri kattaydi, anaqa ASEANda. Prosta foydalanish mumkin ta'sir orqali. O'sha hududda Xitoyni ta'sirini kamaytirish. Xitoy dengizida, Janubiy Xitoy dengizida yoki Xitoy o'sha yon atrofda baribir gegemoniyada qo'lga olish uchun harakat qilgan, egallab qo'ygan deyarli. O'sha hududda aynan o'sha ASEAN davlatlari orqali Xitoyni ta'sirini kamaytirib turish. Shu, chunki bosib qilgan bilan Xitoy AQSh o'ylaganda hisob-kitob qilganda resurs yo'q. Ya'ni buncha katta mablag' risk qilib bo'lmaydi. Risk qilishga arzimaydi. Kanadani o'ylaysiz endi javob. Kanada kelajak AQSh bilan umuman dunyo integratsiya. Kanada United States bo'lishi mumkin. Yo'q, boshqa emas. United States Amerika, Kanada United States bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi shtat. Ya'ni ikkinchi shtat. Baribir hozir iqtisodiy shu bojlarni joriy qilinishi yoki boshqa o'ylashimcha endi shaxsiy fikr, misol hozirgi e'tibor Grenlandiyaga qaratilgan. Grenlandiya bilasizlar, o'sha Amerika bilan Kanadaga yaqin hudud yoki o'sha Arktika yaqin hududlar baribir neft koniga boy yoki o'sha energetika resurslarga boy davlatlar hisoblanadi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, baribir keyinchalik bu misol Grenlandiya mavzusi ham yopilishi mumkin yoki boshqa Ukraina mavzusi ham yopilishi mumkin. Baribir qo'shni qachondir balki Tramp ketgandan keyin munosabatlar tiklanishi ham mumkin. Avvalgi darajaga chiqishi. Yana bitta shu narsa o'zgargan xabarlar bo'lsa kerak. Trampni shu aytayotgan fikrlari siz aytib o'tdingiz-ku. Tramp gapi bu Amerikaning gapi emas. Ya'ni shu Trampni o'zining shu respublikachilar partiyasidan bo'lgan
tarafdorlar dedim. Shu tarafdorlar ichida Trampga qarshi alohida bir koalitsiya ham shakllanib qo'yganda, kichkina guruhlar shakllangan. O'sha guruh respublikachilar o'zidan, ya'ni nima demoqchi? Bo'linish. O'zini siyosatida hozir. Ha. Bitta Tramp shaxsiyati uchun bo'linish. Shaxsiyati uchun o'sha Trampni partiyasini ichida bo'linish yuzaga kelgan. Tarafdorlar yoki uni tarafdorlar bo'lmagan. Shu jihatdan aytish mumkin, Tramp ketgandan keyin uzoq bir 5 yilda munosabatlar yana ijobiy tarafga o'zgarishi mumkin. Amerikaga savollar kutib qolamiz. Bu sizga bog'liq. Ya'ni men Make Great America nimada? Egelikda. Suhbat uchun rahmat. Suhbat uchun rahmat. Jigar. men Amerikaga savol yo'q. Sizlar so'rashamiz. Suhbat uchun rahmat. Va sizga savollar juda zo'r, manfaatli bo'ldi. Xudo xolisa. Keyin podcastda kutib qolamiz. Ciao. Bella ciao, bella ciao. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, 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 e se io muoio